Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va brifing ishtirokchilari. Ohangaron tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi siz aziz fuqarolardan cho'milish mavsumini betalofat o'tkazib olishingizni, ayniqsa ruxsat etilmagan joylarda cho'milish natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalardan o'zingizni va yaqinlaringizni muhofaza qilishingizni so'rab qoladi. Ayni kunlarda qarovsiz va qo'riqlanmaydigan suv havzalarida insonlarning cho'kishi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar sodir bo'lib turibdi. Jumladan o'tgan 2024-yil yakuniga qadar olib borilgan profilaktik tadbirlarga qaramasdan aholi o'rtasida cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalar afsuski kuzatildi. 2024-yilning cho'milish mavsumi davomida tumanimiz hududida insonlarning cho'kish bilan bog'liq 2 ta holat qayd etilib, jami 2 nafar fuqaro cho'kish oqibatida vafot etgan. Shunday ekan, siz azizlardan o'zingizni, xavfsizligingizni hamda hayotimiz mazmuni, ko'zimizning oq qorasi bo'lgan farzandlarimizning suvda cho'milish borasida xavfsizliklarni ta'minlashda doim ogoh, sergak va hushyor bo'lishingizni so'rab qolamiz. Shu bilan birga barchangizdan quyidagilarga rioya qilishingizni so'rab qolamiz. Cho'kish bilan bog'liq hodisalarning yuz bermasligi uchun avvalambor cho'milish qoidalariga qat'iy rioya qilishingiz lozim. Suv havzalarida taqiqlangan joylarda, cho'milish notanish joylarda, suvga sho'ng'ish, cho'milish vaqtida bolalarni qarovsiz qoldirish, sovuq suvga tasodifan tushgan inson cho'kib ketishi mumkinligini unutmaslik kerak. Agar suv havzasining chuqurligi holati noma'lum bo'lsa, bunday joylarda cho'milmaslik kerak. Suzishni yaxshi bilmaydigan, jismoniy jihatdan quvvatsiz, jarohatlangan insonlarning suvga tushishi qat'iyan taqiqlanadi. Ota-onalar o'z farzandlarini aslo kattalar uchun mo'ljallangan suv havzalarida cho'miltirmasligi lozim. Sovuq suvda cho'milish qo'l va oyoq tomirlarini tortilishiga olib kelishi mumkin. Unutmang, o'zingiz va yaqinlaringizning salomatligi o'z qo'lingizda. E'tiboringiz uchun rahmat.